أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا Aşıklardan kemçellenip setildiğen türülen karısqa setildiğen türünün farkı deydi. Cüzaf bilen karısqa söz mölçeri tahmin dedi. Ve amma iştiratul qabd fima bi'a min at-ta'am cüzafa. Endi muşunda cüzafan setildiğen aşıklarda kulu tapşırıp beriş şart edi. Mesela şu qarışqılan sözlüşüp aldık biz. Da bir döylep qoğan buğday varken, şunda da turqqa neç pulu birlar deb deyishib aldık. Andiken bunu biz yana birisiga satmoqchi bo'lsak, asli odatdagi normal makil o'lmavzidan undoq qo'langa topshirib elab, undan keyin setishing kerak degan to'q. Muttafaqun alayhi desa, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu yoki yaqbidahu dedi. Lekin ma'lumda ayrim bunda bir dölep qo'ygan ya ayrim jadiki nima bo'lgan ekan buni sotuvchi o'zining mulkidagi boshqa ambalgi narsani ayirib bunda qildish yo'q-ku. Bu ayrim bir narsa bo'lgan ekan hozir buningda ixtilof chiqib qoldi. Ya'ni buni mayda yo'tkab uyga ketib pulab ambarga olib ketib pulab andin setish kerakmi yoki ashyo tug'izib bilan setvasi bo'lamdi demoqchi. Fa inna malikan rakhasa fihi imom Malik mayli uni yo'tkimaylam setvasi bo'ldi ya'ni qabd shart emas demoqchi. وأجازه وبه قال الأوزاعي إمام أوزاعي بلان إمام مالك قلو تبشرب أما لن سترس بلدور إسحاق ابن راهوي مو مشكرشتا إمام أحمد بن برواية مشكرشتا ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي وحجتهما عموم الحديث المتضمن للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه بزبايات ديان أشهدس شو هدس ننكر عموم لفظه bularning dalili. Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu dedi-ku. Ularning kim mushmana? Juzafan olsun bir aşk qaldı-ku. Kim aşk qalsa degan bu lafzul umum. Man degan lafzul umum, ta'aman degan nakira. Tamam, juzafan olsun, nima olsun, qanday olsa aşliq. Aşliqni setib olsa, qo'li topshirib olmay, turib satmison degan ekan. Bu juzafan qarisiga taxmin bilan asimi Kulu tavşirib almay satmışsın diyen buldu demek. Çok bilanetini deliyor. لأن الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجزاف. Cüzafi olsun, yani mekil mevzun olsun, aş cezanıga apırıp kaldığın aşı ihtimallık her işkilisi var. Ve minel hücceti yani ikinci delil var. لأبي حنيفة والشافعي ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام جزافا biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin devrinde aşkını qarış qılan tahmin bilan setib oldik. فبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge adamı vatib bizni setib olgan joydan undan boshqa bir joyga yetkab andin setishimizni buyuradigan bir adamni vatib deydi. Endi bu hadis İmam Abu Hanife bilan Shafi'ga nas dalil oldu. Birinci hadis dalalatu amma umumul hadisni dalil qilgan. Ma'vanda nas mana juzafan degan so'z bor. Qala Abu Umar ibn Abdul Bar dedi وإن كان مالك لم يروي عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف فقد روته جماعة إمام مالك مش حديثنا موطأ رواية كيغان رواية قلب لكن إمام مالك من رواية ده جزافا ينجب يو مشتوز نبتاع الطعام دبلان توطالك أن فبعث إلينا ينجب لبا لكن جزافا ينجب يو جزافا بوسا نبلته Ebu Hanife ve Şafii'nin nas derecek delil oldu. İmam Malik bunu Nafi'den rivayet kılmagan bolsumu, müşahhidisinin rivayetinde. Lekin cüzaf diyen sözünü bir neçeylerini, bir grup cemaat rivayet kılgan. Yani başka rivayette var demekçi. Ondan kim biz şununla amal kılımız dedi. İmam Malik cüzaf diyenler rivayet kılmagan ve bu hadisini anlatırken. Ondan kim
boshqa rivoyatda sahih yo'li bilan kelgan bo'lg'achqa biz ashadisdan ilvasak bo'ldi. Imom Malikning rivoyati bo'lmag'achdan o'zi ammabto deb Imom Abu Umar ibn Abdul Bar hadisga islamaydi bizning mazhabimiz mandat deb aytib ketmaymiz biz. Jamoa rivoyat qildi dedi. Buning ichida Zuhriy bor. Abu Umar degan Maliki. Maliki mazhab olimlaridan Abu Umar ibn Abdul Bar va jawwadahu Ubaydullah ibn Umar va g'ayru. Ya'ni sahih rivoyat qildi demoqchiman. Jawwadahu degani Ubaydullah ibn Umar. Yani bu Ubaydullah kim? Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar'ninki o'g'li ma. Lekin qisqartirib unda Ubaydullah ibn Umar deydi. Abdullah ibn Umar. Xato shu. Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar. Ha. Yani Ubaydullah ibn Umar ism bo'ldi. Lekin tafsili deb kelsak Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar. Demak, bu Ubaydullah ibn Umar va undan boshqalar sahih yo'l bilan rivoyat qilgan, sahih kelgandikan bu asab bo'ldi demak. Va huwa muqaddamun fi hifz hadith Nafi'. U ya'ni Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar Nafi'ning hadisini yodlashda boshqa raviylardan eng oldin o'rin turadigan kishi. Nafi'dan hadis olgandan 8 yildan bor desak, davomli hadis anlab beriladigan. Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar ashundan eng oldin turgan eng puxtiyatlaydiganning birisi demak. Shu mashhadisni tushuntirib o'tiradi-da. Mush Juzafan degan rivoyatni tushuntirib o'tiradi. Ibn Umarning mavlasi Umar ibn Navrusning ustozi bo'ldi. Ha, masalan Nafi' mavla ibn Umar hazratga desa, ana Ubaydullah ibn Umarning navrasi. Bu yana Nafi'dan, ana shu dadasining shogirdidan dars olgan. Yani mushadisning o'zida yana Zuhri Salimdan rivoyat qilgan. Yani jamoa degan shu. Zuhri Salimdan rivoyat qilgan, Ubaydullah ibn Umar rivoyat qilgan. Lekin mushu Juzafan degan so'z kammiganni muvattad rivoyat qilib, Juzafan deb kelganni boshqalar rivoyat qildi. Bu rivoyatda Imom Muslimning rivoyati bor, Imom Ahmadning rivoyati bor. Onda va Salimning rivoyatida Sahih Muslimdagi Salim an ibn Umar radhiyallohu anhu annahum kanu yadribuna على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه يضربون desek bo'ldi. Ma'nan rivoyatda Ashuni ma'nosiga nima shu? Demak, bu vaqtda sayyidis bor mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida juzafan qarashqa bir oshliqni olgan bo'lsa, uni yo'tkimay turib, unda setib qolsa, tayoq etdi, urdi hisobidan. Buxoriyda bunda deb قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكان حتى يؤوه إلى رحالهم. يعني برواية مجازفة لكيان. Bundan ki mustahih rivayet kelgankin Juzafan degan so'z bor. Bu İmam Abu Hanife ve Şafii'nin qarashiga nas darajalik dalil bo'ldi. Şu Abu Umar ibn Abdul Bar mazhar Malik mazhabini tashlab maqarashni tutdi. Sayyid bor. Shuni amal qilamiz dedi. وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفية فهو عندهم من ضمان المشتري بنفس العقد. مالكين asoslanganisi bir aqliy dalilken dema. Juzafan sodida to'liq topshirib berish yo'q deydi. To'liq topshirib berish yo'q degani masalan bir do'laylik narsa bo'lsa, uni mana deb u ayrimlikqa o'zining amrdan boshqa narsani ayirib bunda topshirib berish yo'q. So'rib tutgandan keyin apkasda shu ko'rsatib qo'ygan. Xuddi g'ayri manqul uy binoni topshirib qo'ygandek ko'rsatib ilvoslar degandek topshirib asla deydi. Unda o'nikan فهو عندهم من ضمان المشتري بنفس العقد. Onlarga setib oluvchi shu sodini qilgan aman oshinasi o'zining zimmasiga o'tib ketadi deydi. Masalan shu do'ylab qo'ygan yaga, ya shu shirkatda ham qo'yib ketmasdi. Ya shu yerdan satsayib ketdi, ya o'g'rib ketsa, setib oluvchining o'zining ziyni bo'lgan bo'ldi. Lekin biz ilgariki makil va mavzun so'rib taslimda u o'zining aqlini jinlab va kamchallab akpamiganga qadar, qo'l topshirib berganga qadar sotqichning zimmasida mas'uliyati degan. Undan keyin bu hozir damon masalasi o'tkilib ketdi buningda deb turgan. Ya'ni xuddi bu hozir qabdi qilib bo'lgandek. Ya'ni bu nima deb iboratgan? Xuddi bir qiyosdan. Wa hada min bab at-takhsis al-umumi bil qiyas al-maznun al-illa. Ibn Rushd qattiq so'qibdi Malikimiz. Mana bu umumni hadisning lafziga umum bor, mana ta'aman degan. Shu umumni illatini keskin bitilib bo'lmagan, menda faraz qilib gumon qildigan bir illat
ki taynib chiqargan qiyos bilan xaslashtirishdan iborat. Hozir shu qiyos nimadan iboratda? Bu qabz qilib qo'yganga o'xshash deb turibdi. Ha? Chunki bu juzafan sodida, farishqi sodida ko'zmo'lchar taxmin sodisida bunda bir ana ya'ni aşkını shunda alam dölab qo'ydi-ku. Nechtal chiqishini, nech kilo chiqishini bilmaymiz. Shunda qarablarmiz, bu taq turib mana. Shunda nech pul olsa deb qo'ygan. Manch pul degan ekan, buni o'zining boshqa ashliq boshqa ana nimadan ayirish ketmaydi shu. Ayrim bir joyga dölaglik bo'lgan. Tamam? Bundan keyin bu xuddi setvaushining hozir pul o'tab qo'ygandek, so'zi tutdimi, pul o'tab qo'ygandek bilan topshirib bergandek. Chunki sotqichi uni o'zining mulkidan ayirib, janobamizmi shu ayrim turug'liq bo'ldi. Ashuni qiyos qilgan gap. وقد يدخل في هذا الباب مش باب قادر قيس باب ما هو بيوع الذرائع الربوية جزانيga yo'l echib turgan so'z setiqlar jazoniga ilib boradigan so'z setiqlar degan mush babga kirdigan bunda masalalar bor. İcmal ulama fi man abay ar-rajul shay'an la yamliku. Bir kishi o'zi ega bo'lmagan narsani setish masalasini to'sqan shunami? Olimlar buni cheklashda ijmo qilganda deydi. وهو المسمى عينة عند من يرى نقله من باب الذريعة إلى الربا. Bu ayna sodisi deb atilgan narsa shu deydi. Biz ayna sodisini degan to'q bir malni nisbi bireylanga setib, keyin uningdan azam baho naqilish. Ha? Naqilish ya qarishtirib qildirgan vaqtdan burroq uningdan to'rak ilish. Naqisi olmasın bular ondan şu maldan özüne düşüyor. Özüne düşüyorsa ya naquldu, qimmatrak oldu ya nisirek olsa şu nisinin muddetiga qarab azıcık oldu. Demek bu özü yo'q narsani setish desek, bunda bir tarafda ekelsak bu ayna sodisimi özü yo'q narsa setishning bir xil shakli bo'lib qoldi. Özü yo'q narsani setishning bir qismi. Xuddi masalan odamga uni nisi setayotgandan keyin qo'limizdan ishga turganda shu pulni bermagandan keyin bu deydi, pulni bermagandan keyin bu haqiqiy mulki bo'lmagandek bu. O'zi ega emas narsani o'zingizga ajr qayta naqdga sotdi. Lekin o'zida yo'q narsani setish turiga kirib qoldi deydi. Bunda akilib o'ylansak, anda dikilim bo'ldi ekan. Hali bu atashning masalasi. Bular bu zariya babidan yo'q jazoni o'tdi degan xatarlikroq yo'q opirli buni. Bu bunda sal qaramtulroq emas, qap-qaramavi chataq narsa demoqchi bo'lsa ayna deymiz. Yo'q bu jazoniga opirdiganroq narsa, jazoni emas, jazoni opirdiganroq narsa desak, u chaqda bayan malayimniku deb ataymiz. Ya'ni satrak atsak, bayan ayna deymiz. Sal chiroyliroq atsak yo yengilroq deb qarsak, bayan malayimniku degan bo'ldi deydi. Chunki bu bayan malayimlik degan zariyalar riba. Degan ayna riba nafsu demakchi. وهو المسمى عينة عند من يرى نقله من باب الذريعة إلى الربا. سترك أطايل دسا ربا دب أطايل دمج. وأما من رأى منعه من جهة أنه قد لا يمكنه نقله فهو داخل في بيوع الغرر. Hamda o'zi ega bo'lmaydigan narsa bo'lg'achqa buni cheklash kerak deganlar, o'zi ega bo'lmaydigan narsani boshqadan yo'tkab bermaydi-ku. Yo'tkab bag'il bo'lmagan ekan, bu nima dars kirdi bo'lsa, g'arar sodisi darsdir ekan. G'arar degan noma'lumlik, mavhumlik, aniq bo'lmagan, ya'ni qarang'ulik qolgan soda degan daira kirdi. Demak, hozir buni biz zira'a babiga chigizamdik, riba babiga chigizamdik. Bu yol g'arar babiga chigizamdik, qonunga tabi bo'ldi deyishda, bunda ba'zilar bunda deb paxta, ba'zi bunda deb paxta demiş. Allohu akbar. Yo'tkil olmaydigan narsa bu, malayimlikuhu deb qaraganlar, mushjatdan to'simiz deganlar, bu yo'l g'ararga kirdi debdi. Ya'ni noma'lumlik, qarang'ulik sodisi, eni qo'ymagan soda dairasi kirdi debdi. Demak, shu xil qarashkilar shu tarafdan buni shu narsaga olib baxti. Zarayaga, ribaga, g'ararga. Tushunami? Va suratu tadarru minhu, qanday jazoniga berib taqildigan ish bu, shuni bahona bo'lib turadigan, yo'l ochib turadigan narsa bu. Desak, buning shakli cheklangan jazoniga oldiradigan shakli an yaqula rajulun li rajulin a'tini 10 dananira ala an adfa'a laka ila muddati kaza da'faha. Mana 10 tilla bergan, falan vaqtda men qaytaray, lekin ikkisi qaytaraydi. O'sim bilan, ha? Bir hassa o'sim bilan qaytarma debdi. فيقول له هذا لا يصلح bu jazoni olib qoladi bunda qilsa bo'lmaydi deb. Lekin abi'u minka sil'atan, lekin manda qilaylar deb taklif beribdi.
Sana bir tovarni satay. Lisillatin yusammiha. Onun ismini atab manda narsa deb atab. Laysat indahu bihadal adad. Lekin qo'lida uncha sanda yo'q ekan, unchalik bir narsa yo'q ekan. Mesela 100 ta shimkasini satay sana. Lekin qo'lida 100 ta shimkasi yo'q ekan. Ya motordan 50 ni satay debdi. Lekin 50 motor yo'q ekan. Bir qism bormi? Belki az bo'lishi mumkin, ya faqat yo'q bo'lishi mumkin. Thumma ya'maduhu fa yashtari tilka as-sil'a fa yaqbidaha lahu ba'da an kamala al-bay'u baynahuma. Bu sodin bitirib bo'lgandan keyin andan zavod qilib 50 motorni ya 50 shimkasini andan setib oldi ekan. Va tilka as-sil'atu qiymatuha qaribun mimma kana sa'alahu an yu'tiyahu min ad-darahim qardan. Endi shu tovarning qimmati ta'zirib tursalar ya 10 tilla o'tiga shu 10 tillaga yaqin qilgan narsa ekan. Fa yaruddu alayhi da'faha yoki da'faha. Shulan setib olgan kishi qarz so'ragan pulning basiga yaqin qildi-mi 50 motorning pulini. Bu qarz so'ragan pul 10 tillasi, buning 10 tillaga yaqin qilgan pul bo'lsa, bu sodlashgan motorning pulini qaytargan chog'da ana qildi ekan. Ikkisi qaytardi ekan. Kız qaytardi, lekin necha qaytardingizmi? Vaqt kelgan chog'da. Hadi abiyo minka degan ishtari minka degan bo'lamdi ya, san sataman degan bo'lamdi. Balki abiyo minka degan, ya'ni san sata degan bo'ldi. Hada la isloh der ekan. Bu ishim bo'lib qoladi, bunda qilmaydi, lekin bunda bir muomala qillar deb taklif qilibdi. Valakin abiyo minka sil'ata kaza li sil'atin yusammiha. Lekin sendan bunda bir narsa alayda bir tovarning ismini deydi ekan sen. 10 moto alaysandan debdi. Laysat indahu bi'adil adad. Lekin u pul so'ragan odamda indahu degan shu damir kimga qaytadi? Lekin sana bir tovar satay dedi. Mesela 10 tal moto dedi mesela. Sil'atin yusammiha. Shu nima atsa mesela 10 motodan 10 shimkasindamda mesela. Laysat indahu bi'adil adad. Lekin o'zida unda 10 tal unda narsa yo'q ekan bu. Hozir satmoqchi bu. Lekin o'zida yo'q bu. Summa ya'madu huwa. Andan bu tirishchilik ko'rsatib izdab ekan. Fayashtari tilka sil'a. Shu 10 motoni 10 shimkasini setib oladi. Fayaqbiduha lahu ba'dan kamala al-bay'u baynahuma. Degan ma tashribasun u tashribasun ish qilib bu so'ri tikib bo'lgandan keyin tashib bergan bo'ldi. Lekin bu qo'lda yo'q narsani setib bo'lganda dedi. Bu demak shunda qo'lda yo'q narsani tashib olgandek bo'ladi o'shadan. Yo'qmi qo'lda? Ya tashib berish masalasi emas, qo'lda yo'q narsani satib bermas. Hozir bay'amalanlikdan gapirmoq. وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان سأله أن يعطيه من الدراهم قرضا. أنتلا بربتوسلا دب قاس وغنته مش هذا الموتونن فل أنتلا يقين كلتريد. فيرد عليه ضعفها. شولان الموتون تفسير أغان كشة بنونغا شكسة فل قيتر دودت. Karsoda pulni tushtirib bağlısmı? Yaşıyor. Hazır bu pulni pul vermey, moto bergen şekil bu. Ha? 10 tilla debdi, 10 tillani 10 tilla bermidi. Yo'q, bu jazoni olib qoldi. 10 tillaga sen moto beray. Motoni sen nesi satgan bo'lay. 10 tillalik moto mu? Nesi satgan bo'lay. Sen andın buni 20 tillaga nesi olgan bo'l, 20 tilla qaytardi. Qarz olmoq turgan asılmaydı. Ya 10 motoni qana qildi bu? Tavshirib eliblam qana qildi? Ko'p satadi. Setiblam 10 tillaga ya shuni yaqin qilqlam da, qiliblam bu pulni ishlatib keyin ondan 20 tilla qaytib bor. Mikro xizmatçıdan mikro faizini elib 2 kunga qaytaraysan sizlar. Görüşemez. Men sizga mening motorimni mikroga Men deyman motorni minkoga hisoblab beraysiz ya. Dedimmi? Ma'qul deb. Shundan siz minkoga Allah. Motorni tashib elib, gupida sizlar minkoga satla. Ya'ni sizlar qo'llarga mendan minko o'tgan bo'ldi. Nega keyin ondan bu motorning pulini sizlar 2 minkoga qaytardi. Demek bu ne? Motor minkoga motorga amma men sana 2 minkoga qimmat beraylik. 2 minkoga qimmat beray. Shu shunda nesi yo'g'an ekan shunda. Lekin ne holatda minkolik bu? Sizlar mening motorimni sizlar 2 minkoga nechta satgan bo'lsa, menga qaytarib bersizlar. Unda bo'lganda hozir amoqdan qaytib asasini bo'ldi. Mening motorimni sizdan minkoga so'rab 2 minkoga qaytaraysan unmagan ekan, men motorimni minkoga satsam sizga setib
Sizden nereden motor kim oluyor? Uçak bu kadar mal istikli bir dost. Ya aslı nerede? Bunda motom yok çıktı. Ha yok ne? Silatın leysat endahu dedi. Sizden yok. Artık pul var. Minkoy var bunda. Şolan minkoyni birib keyin dirjadagi 2000 koy qaytirib bo'lishni o'zim va jazoni unda deb buni yo'l izlab qanday qilganman. Men sen motorimizni sotay deb. Men minkoyni yanchiqni chiqarib bozordan bir motor elib andim bermoqchimanga. Bir motorni so'zisini qilib o'tib, undaqsa 2000 koyimiz kirarjili 2000 koy birsim shu motorga deb motorni sotib o'tdim. Berib bozordan 1000 koyga bir motor elib shu motorni berganman. Bu qarshi taraf u motorni ko'pida 1000 koy sotib, mendan zodi unga 1000 koy o'tgan bo'ldi. Nah, ana bunda kirarjili 2000 koy qilib men bermoqchi. Bu ish orqali jazoni olib qoladi deb asta ilishdi buni so'z qilganda qilib, yana shu ishni qilmoqchiman. Lekin ma'o laysat indahu nasning gapi. Asli yo'q, motor yo'q menda. Pulni gachirib berib 2000 koy olsam bu jazoni olib qoldi. Davom motorni aralashtirib yo'g'ilsa xuddi nesi satgan bir so'zida qilib qilganmiz. Demak bu hozir mush zariyatir riba bo'lib qolgan shakli mushu demakchi. Shaytonning o'zi ekan bu. Va fil madhabi fi hada tafsilun laysa hada mawdi'u dhikrihi. Ana Maliki mazhabda mush masalani tafsili ayirib to'xtalgan ahvollar bor, lekin bu yerda deb o'tmaymiz. Va la khilafa fi hadhihi surati allati zakarna annaha ghayru jaiza fil madhab. Maliki mazhabda bizim şu bayan qilgan mush shakldagi muomala jaiz emas. Jaizlikda ixtilof yo'q. Ani idza taqarra ala thaman alladhi ya'khudhu bihi sil'ata qabla shira'iha. Ya'ni bu degani aşı berib motorni elib qilishdan burun ash motorni man pulga olsa, buni menga bersa, endi men sen uni ikkisini qaytarma deb ittifoqlashib qolsa, keskin jaiz bo'lmaydi. Ya'ni istaqarra demakchi. Muqim bekitibsa demakchi. Yani 1000 koy berib turmoqchi, 2000 koy qaytarmoqchi edi. U deydigan ash motorningsa 1000 koylik motorni bizga berma. Uni men nesi ag'am bo'lay, undan keyin men sana uning pulini kilarni 2000 koy qilib qaytaray deb boshdan 1000 koy deganini bekitib qo'ygan. Bekitib qo'ysa albatta bu joiz emas. Bekitmagan ahvoldimi ba'zi olimlar joiz emas deyish kerak deydi. Bu jazoni bir xil elishiltib o'simishdan iborat ekan bu. Va amma ad-dayn bid-dayn, endi qarzni qarzga setish. Hadisda cheklangan ish bormi bu? Qarzni qarzga setishdan to'sqan نعم بين الكالي بالكالي. فأجمع المسلمون على منعه واختلفوا في مسائل هل هي منه أم ليست منه. بما شوان قازنا مثلا سيدن أمخ شوان قاز مثلا سيدن من كوي أمخشي شو من كوينه هذا في اللازم لاب يا كينش في اللازم لاب قندا بشكل olsun İbrahim Qarımğa falan daldan من كوي filmne neş Allah bir aydın kim başlama. Da sildik qazna İbrahim Qarım setitme. Xuddi havolaga qilishib qolganimda. Haliga qo'ygandak, bundan so'ng bir saat edi. Lekin men mana el oldim. Lekin mana elishda aynisini olmayman. Ma'lum bir bahoqlar sotaman. 1000 koy pulni satsam, masalan 900 ga sotamdimi, yo 1100 ga sotamdimi? Buni topshirib oldigan vaqtda ilgirken bo'lashqar ba'zi arxil bo'ldi. Qazni sotdi hozir. 2 yildan keyin sizdan 1000 koy oldigan pulim bo'lsa, biraylarnimi 1 yildan keyin 500 koy olamsa, 1 yildan keyin bo'lsa sizakchirdan 500 koy. Bunda işte oldu. Demek bu kişi hozir 500 koyni berib 1 yildan keyin 1000 koy qo'lga bo'ldi. Mana birlari qarz olgan birlari. Sizlarda qarzligi ba'zi ya qarz Allah. Mesela menda 1000 koy pullar bor. Buni men kirajili birinchi ayni berma dedim. Lekin aralashtirib pul lozim. Tijorat qilishga boshladim. So'ng tikildab ketib, ya mendan o deyish qo'ygan ekan, unda ilgari pul olamanlar. Qanday pullar? İbrahim Qarımğa qalanda 1000 koy pulim bor, birinchi sabama chiqdi. Yilning boshida. Shuni 200 koy olamlar. Sizlardan shu mumkin topshirasizlar. Men ayni oxirlarni bijibsizdan keyin 200 koy bersizlar. Demak, mendagi 1000 koy qarzini setayotgan bo'lasizlar. Lekin nafsatmonlik qarzi sotlar. Albatta ikki qarzdan o'tirib farqi bor. Tushundingmi? Qarz oldim deysizlarmi? U qarz. Ya naqd yo'q. Qarzi sotdi, lekin mendan 1 yildan keyin topshirib oldigan qarz bo'lsa, buni 1 oydan keyin topshirib oldigan qarzga sotilasiz. Yani bazı meselelerni bu qazni satgan daire kiremdi kirmamda ixtiloflashib qoldi o'lim ola. Ba'zilar shunning jumlasini deydi. Ba'zi yo'q buni chimaydi degan masala bor. Yanda ehtimollik bor masalalar. مثل ما كان ابن القاسم لا يجيز أن يأخذ الرجل من غريمه في دين له عليه تمرا قد بدا صلاحه ولا سكن دار ولا جارية تتواضع. Mesela
Bay'at deyni kirdigan masalami emasmi degan masalalarning misollardan mesela İbn Qasim Maliki mazhabdagi ulamalardan İmam Malikning shogirdi. Bu bir adamning qazilab qolsa, elishi bo'lsa, g'arim degan shu, elishi odam deydi. Bu qazning o'rniga pul emas, endi ta'm kirib bunda pishgan xomini osi bo'lamdi, bo'lmamdi desa, oz bo'lmaydi deydi. Nima uchun? Bada salahu degan pishqanligida ma'lum bo'lgan nima bo'ldi. Mesela O'ri sag'irib, endi uzib yesak, endi shirin yig'iladigan, uzumni chekilib, masalan, uzib yesak yig'iladigan bo'lsa, qadbada salah bo'ldi. Lekin endi uning bir muddatdan keyin endi daraq pishib, daraq nimani saqlaydigan ishim bor. Bundan keyin bu xuddi hozir endi boshlangan, yesak bo'ladigan vaqt boshlangan bo'lgan bilan buni ya'ni bir muddatdan keyin uzib yeydigan vaqt kelishi mumkin. Rasmiy mayvaqlab pishgan vaqti. Shunami? Bundan bu xuddi nahnacha emas hozir. Bu endi sag'ib turgan o g'urulni hammani qiqtlam yeyotmaydi. Bir muddatga urib qo'lab rasmiy meva olgan chaqda endi uzildi. Uzumni shunda. Lekin bu xuddi nesinasi hadigacha topshirib olmaydigan. Yoki bir qismini topshirib oldi, hozir yegilar bani. Ama bir qismini nesi topshirib olgan narsaga o'xshash. Endi shu bay'atdan kiramdi, kirmamdi demak. İbn Qasim kirdi, shu bunda qazga bundan narsa qaytib bo'lmaydi deydi. Wala sukna darin yoki uyda o'tirib olishnimi hisoblab bas bo'lmaydi ekan. Masalan, minkoy erishtiryapti birsidan. Uniga shu minkoyni olmay, ma uyda masalan chiqqay o'tirib olsa bo'lmaydi deydi. İbn Qasimning nazarida, ya'ni buni nima ish bo'lmaydi, bo'lish kerak demaysiz, chunki bo'lish kerak deydigan sizlik odamlar bormi? Ha? İbn Qasim da'tudir. İbn Qasim, ya'ni bu yerda hozir ixtilofiy masala bo'lgan ekan. Bu cheklanmamdi, cheklangan dair kirmamdi, ixtilof bor. Lekin İbn Qasim cheklandimi shu der ekan. Chunki bu uyda o'tirishni xuddi sizlar gachi to'liq topshirib olmaydigan bir narsa. Bir oy bir kun o'tirib 30dan birini topshirib olgan bo'ldi. Qolgani 30-kunni shu 30 kundan keyin topshirib oldi, 29 kundan keyin. Lekin bu nesi degan bo'ldi. Bu xuddi bir qazga o'xshash. Lekin buni bu qazga unda asosli bo'lmaydi. Wala jariyatan tatawada deganimdi. Didakni situasiya bir hayd ko'rganga qadar istibra qilishyapti. Ya'ni qo'shqud bormi yo'qmi deb huquq qo'shqud yo'q bo'lsa unda yaqinlar etdi. Yani tustabra bi haydash nima? Endi jariya tatawada degan bu Maliki mazhabdagi mushunda bir odatlarga iborat bu. Uni kamtarlik deb qo'ysam bo'lmaydi. Yani jariya tatawada degan ishada Yeni setvaga adam buni yaqin kelay deb qolsa, yoki qazga hisoblab biribdi, yoki setibdi. Buni bir hafta saqlash kerak, yo bir oy saqlash kerak emasmi? Bir hayz ko'rganga qadar saqlash kerak. Bir hayz ko'rganga qo'shqudi yo'qkan, buni deganki anda yaqin keldi. Nima bu balki bir oy yo 20 kun saqlash mumkin emas, yo 15 kun masalan. Demak, bu bir necha ishda ekan. Naq foydalanmaydi bundan. Demak, uni qazga hisoblab barsam, shu qazni qazga bergandek bo'lsa, boshqa mazhabning kitoblari bunda iborat. Jariya tatavadan qat'iy chiqmaydi. Muwada'an bir dizakni oldi. Olgan ekan, buni qo'shqili bormi, yo'qmi, buni o'qib baqish uchun da so'da taqa orliqda qolgandek bu. Fi marhala baynal marhalatayn, fi mu'tazil nomustak. Fi manzila baynal manzilatayn. Shuni bir shaxsning o'z amonat qo'ylar, endi qo'shqili qo'ysangiz, Alloh qo'shqili bog'lab qolsangiz, men qoldi deb boshqa birisining uyiga amonat qo'yib qo'yishni tutishgan dedik. Umumda bir hafta ya 10 kun saqlab turish mumkin. Ya 20 kun masalan. Ez ko'rganga qadar. Yani bu nesinasining o'rnida demoqchi ekan. Naq foydalanmaydigan nesinasining o'rnida demoqchi. Ibn Qasim mushuna aslini qazga hisoblab bas bo'lmaydi. Bu qazni qazga setishdan iborat debdi. Va yarahu min bab ad-dayn bid-daymana. Bu qazni qazga setishdan iborat. Va kana ashhabu yujizu zalik. Maliki mazhabdan ashhab bu joiz dedi ekan. ويقول ليس هذا من باب الدين بالدين bu qazni setishning jumlasidan emas وإنما الدين بالدين ما لم يشرع في أخذ شيء منه ama qazni setishgan uning hech nimasini topshirib olmaydigan hammasi nisi bo'lsa undan qazni setishmaymiz o'yinda o'tirib turishni boshlasa hozir o'yinni topshirib oldi bu o'tirish boshlanish nima foydalanish boshlandi deganga
Dedekni tashlab olsa, jimaga ishlatmasa, boshqa o'yin tozalashga, naqsh o'qishga ishlatadi. Yana ma'noda yana sarg'aygan masalan, bu g'ura bundanni nuqsa uzib yigiltirsa bo'ldi deydi. Demak, bu adir darhol foydalanish başını qo'yish. Lekin qarz desak, bu faqat hech nimadan foydalanmay, hech nima topshirib olmagan narsa usulda deb bunday raddiya beribdi. Buni obdan ketgan, ha? وهو قياس عند كثير من المالكيين. Yani muşu eşebninki sözü aş kıyas muşu. Yani muşu kıyas ölçümü tutulan gap ma'vu demiş. Inde kathir min al malikiyin. Malikinin köpüncesi kıyasqa uygun gap buldu ma'vu deb muşunu kullaydı demiş. Inde. Adad. Sizinki de? Inde. Ma inde diye sonra daretine hazmının günü asıl. Men de ma inde. Ma'vu en doğrunusu ma. Konunusu. Malikinin köpçilik alimleri muşu kıyas caiz buldu deb qaraydigan qarashimiz şöyle. Ve huve kavli Şafii ve Ebi Hanife. İmam Şafii Ebu Hanife mi muş qarashda, yani yuqorqi shu narsalar bu bay'atdan biddan kirmaydi deb qaraydi ekan. İmam Ahmad mi shunda qaraydi, yani jumhur. ومما أجازه مالك من هذا الباب هم مشو مناسبة لك إمام مالك جائز قرغان جمهور علماء مخالف وغاشلادن ما قاله في المدونة من أن الناس كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم والثمن إلى العطاء مدونة ديان كتابنا بزنم دوق سحنون يزغان ابن القاسم سحنونun so'rallariga javob berib ibn al-Qasimni so'rab to'plagan, yani sahnun to'plagan kitob. ibn al-Qasim İmam Malik masalada bunda deb qaraydi. Sahnun so'rasa İmam Malik qanday qaraydi masalasiga, İmam Malik bunda deb qaraydi. Endi ba'zi İmam Malikning bir narsa rivoyat qilmagan ahvollarda ibn al-Qasim o'zi javob berib bilan bunda desak bo'ldi degan. Malik mazhabining muhim kitoblarining birisi. Buni İmam Malik bir taraf chiqibdi, jumhur bir taraf to'lab qolibdi. Bunda qismi joiz deb tanilgan İmam Malik. Kishilar go'sht sotibdi deydi. Bahasi aniqkan, lekin pulini ashi yil beshida maash kelgan chaqda topshirib olsa deydi ekan. Xuddi masalan qassobda har kunda biz go'sht olib ishlatamiz deb tagizib qo'ydi. Bahasi aniq. Kilosi masalan 65 qo'ydi. Endi yil oxirida 1-oyning 1-i, 12-oyning 31-i bo'lgan chaqda bir yillik butun shu hisoblablan pulini bir qitim. Yani shu davlat bizga shunda pul bergan chaqda İslam devleti bizga pul berdi-ku, bakaotasan pul berdi. Shartsiz pul berdi. Shu pulni olgan chaqda hamma hisoblablan qassobning pulini bersak bo'ldi dedi. Hozir shu hamma davlatda kishilar shuna muomala qildi. Lekin mashqini har oyda mesela şu mahalleki dükkancılığı var. Şunu bilas eriyordu. Yezip koydu deptayga. Ayının ahırda bir buğudu. Nişe yapışım. Okuzun kipin tamamı takılır. Mana. İmam Malik caiz etken mi? Bulmasa işin çatakkin. Feyakudul mubta'u kulle yevmin veznen ma'luman. Setva uçe xerida her günü bizden 1 kilodan go'sht oldi ekan. Yil oxirida bir hisoblashdi ekan. Walam yaran nasu bidalika ba'sam. İmam Malik caiz dedi buni. Jumhurul fuqaha caiz emas dedi. Shunami? Unda walam yaran nasu bidalika ba'sam. Yoki bunda degan kishilar bunda muomala qilsa bo'laverdi deb muomala qilagan bo'lsa, va kadalika kullu ma yubta'u fil aswaq. Kadalika kalay. Kullu ma yubta'. Tuzalamiz. Walam yaran nasu bidalika ba'sam degan kishilar mayda eskep bo'lmaydi deb bunda muomala qilagan bo'lsa, İmam Malik caiz degan. Jumhur bo'lmaydi deydi. Çünkü bu manda bir xil nisi. Bu nisi bir şekilde Şunu işi sirdan ama dil unda kirib ketmaydi. Şunu ixtilof bo'lib qoldi. Dil kirgan bo'lsa ixtilof bo'lmaydi. Ay bir xil kirib qolgandek, ishlardan kirmagandek bunda bo'lgan ekan, ixtilof bo'lib qoldi. Va kazalika kullu ma yubta'u fil aswaq. Shunga o'xshash hamda bozorda sotiladigan hamma narsalar o'xshash. Yani go'sht bo'lish kerak emas, ha? Sotiladigan hamma yog', un, guruch, narsalarimiz. İmam Malik caiz dedi, cumhur caiz emas dedi. وروى ابن القاسم أن ذلك لا يجوز إلا فيما خشي عليه الفساد من الفواكه إذا أخذ جميعه. İmam Malik caiz gente. Peki İmam Malik'in şagirdi İbn Qasim caiz emas bu dedi. İmam Malik'in mezhebteki ustazdan şagirdden ihtilafım. İlla faqatlan mesela tiz buzulup qalıptı deb ensirgen narsa bo'lib qolsa, hammani ati buldu debdi. Hadi hammani apqasa uydi buzib qoldi. Mesela biz mesela bir ay ya bir yil ichida
Mesela 50 kilo şoklu işletilen bolsa, pomidor işletilen bolsa, bir yıllık 50 kilo pomidorunu içirip alsak buzulup kaladı değil. Peki, şimdi bizden, yerimcimden bunda alımız değil. Yani bunda demek ki. Onda varken muşunda buzulup kaldığın narsıda caiz değiliz. Seykukta, bundan narsıda. Ama buzulmaydığı narsıda, onda nesi onda elip bir yılda bir hesaplarsa bulmaydı demek ki. Göçün köksüzde on. Ya buzulup kaldığınlar. Onun belki buzulmaz. Belki buzlar. Ve ammal kamhu ve şebahuhu fela. Buğday ve şuna okşaş, konak, yağ, guruç bunlar asla caiz emez de bir mukasım. Bu buzulup kalmayan nasıl demek ki? Yani bir yıllık buğdayını ekşiri varsan buzulmaydı demek ki. Fehadihi ya usulü hadal bab. Manumuşula muşu bab zara'i ribaviyanın asas meseleleri doğru. وهذا الباب كله إنما حرم في الشرع يعني مش بيوع ذرائع شريعة حرام قلنا كتكان نمشونسا لمكان الغبن الذي يكون طوعا وعن علم öz ixtiyarıyla bilip turup koyulap ketiş, koyutiş sebebi boğaçka. Yani bazı narsalar uqmay destek saldırgan. Yoki mecburi destek salash var. Ma'lum ikki taraf rozilik bilan bilib turib jazoniga qarab mumkin qildi ashlogan ekan bu harom qilinib ketgan deydi. Çünkü onun kullanıp satıb algan yoki ekip kullanıp satılgan işler mesela şeriatın burun bardı mı? İslamiyet'in kiyimi satıb algan şey bo'lgan amma yine kul qilgan işler tosqan mı yoki yo'q? Ne tosqan ona mana hür. Adamga qul qilishni tosqan. كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. Lekin jang bo'lgan chaqlarda jangda asirga tushganlarni qul qilibdi. Shu tuzum uchun Rasulullohmi shuna qilgan. Lekin shu qul tijoratchilari buni qanday qilibdi? O'g'ri qaroqchilik bilan chetishlik ham bu. Hozirmi shundami? Shu Yevropada qul tijarati bor. Peki kulda paralmaydı bu demiş. Onu başka raqiqul abiyat deydi hozir. Misal şeyli qataydi. Saqqalım şunda kiram mı? Aşkı balalarni setilgan. Mesela Yevropada şunda uyaberdi mesela Rusiyadan qiz balalarni ayollarni apirib Yevropaga setilgan, qul qildigan menda ishlar bor. Bular shunda adam apqachidigan bilan chetishlar. Shu o'z vaqtida islom davlati barchasini ba'zi qaroqchi adam bor. Bular shunda ba'zi bir ezlig'i chiqib bunda adam yo'q holda shu ish balalarni İslam başka bir devletlerge hiç kim tapınmaydıgan jiroq bir aylık mesafelik devletlerge yapıp başka bir milletin arasında setildiğaç var. Bunda ahval var. الباب الثالث وهي البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر yani cehalet, namalumluk, mevhumluk boğaçqa koyulab ketib qoladi deb cheklangan so'zsizliklar haqida. والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه. Namalımlık degan aniq bo'lmaslik setildigan tovarlarda bir qancha tarafdan bo'ladi. İmma min jihatil jahl bi ta'yin al ma'qud alay ya setildigan tovarni tayinlashda muayyan deb tayinlash ma'mu avmu aniq belgilashda namalımlık oldu. Mesela qo'yamdimizni setib berayman sana. Qazim mı, qo'shqa mı, yama sağlıklı mı, erik mi, yama uruk mu, asimiz mi, taxav bizni tutqulamaydi. Qo'ylarimni bizni manshur sataydigandek masalan. Aw ta'yin al-aqd. Ba'zan da to'xtamni bir xil mujmal qilib qo'ygan. Bu ya setib berdimi buni? Ya ijaraga ishlatib turishga ijaraga berdimi? Bir xil aniq qilmaydigan. Aw min jihatil jahli bi wasf ath-thamani. Yoki pulning sifatini aniq qilmaydigan. Masalan manchi mingga desa bu dollarmi, ko'ymi, ya junaymi? Val masmunul mabi' yana setilgan tovarning sifatini aniq qilmaydigan. Masalan, yangi motomi ya ishlatgan koni motomi? Qan deyishdi. Aw bi qadrihi aw bi ajali. Nech pulga deyishdi. Bi qadri degan nech pulga deyishdi, lekin setib olgan narsa tovarmi? Qanchalik narsiti bu? Bu noma'lum. Aw bi ajalihi. Qachon topshirib olaman yo qachon topshirib bermaydigan u mu noma'lum. İmkan unakaja yani nasiy olgan bo'lsa u vaqti noma'lum. Va imma min jihatil jahli bi wujudihi yoki bu shunda bozorda yo joyda izisi tepilamdi, bu tepilmamdi, buni uqulmaydigan. Aw ta'azzurul qudrati alay yani uni
tasulash yoki tapalash tarafdan noma'lum. Ba'zi narsalar bozorda xalqning qo'lida bir ushrab qolgan bilan ba'zi bozordan topilmaydigan narsa. Ba'zi bek izlab o'qisa tasodifan topib qolishi mumkin. Topolmasligi mumkin. Va hada rajon ila ta'azzur at-taslim. Endi bu topshirib bilmaslik nimasiga berib taqiladi deydi. Va imma min jahtil jahl bi salamatihi, uni saq ya saq emaslik tarafdan noma'lumlik qildi. Yani baqahu, yani bu hayot bormi yo o'lib ketdimi yoki bu kuyib tugdimi yo qurib ketdimi masalan. Wa ha huna buyun tajma'u akthara hadhihi aw ba'daha. Endi ba'zi so'zlar mushunda har turli noma'lumlik bo'ldi. Masalan bu pulning sifati noma'lum bo'lib qoldi. Topshirib oldigan vaqtdan miqdori noma'lum bo'ldi. Setilgan tovarning sifati qaysiligi aniq emas. Bu to'xtamning sifati aniq emas. So'zlar ijarimi yo qazmi bu. Bunda har turli noma'lumlikni jamlaydigan ba'zi so'zlar qiladi. Wa min al-buyu' allati tujadu fiha hadhihi ad-durub min al-gharari buyu'un mantuqun biha. Mushturlik noma'lumliklar basodildan ba'zi hadisning lafzida aniq cheklangan so'zlar qiladi. Mantuq biha degan mantuq biha nassul hadis demoqchi. Nataqa biha al-hadis sanam bo'ldi. Wa buyu'un maskutun anha hadisda o tilga ilinmagan gap so'z qilmagan so'zlar qilinba. Wal mantuq bihi aktharuhu muttafaqun alayh. Endi hadisda aniq tilga olganlari o bil ittifoq cheklandi deydi. Nima uchun endi aniq tilga ilinganlik uchun, shundami? Ko'p qismi shunda. Wa innama yuxtalafu fi sharh asma'iha. Lekin ixtilof bo'lsa, buning ismini menda atamtiq mundami yo buningda maqsad nima edi? Menda bir talash-tashih bo'lsa bo'ldi. Lekin harom deyishda asos ittifoq. Wal maskutu anhu muxtalafun fihi. Endi hadisda aniq bir narsa demagan so'zlar qilib qolsa, noma'lumlikqa chetish so'zlar. Bunda ixtilof bor. Wa nahnu nadhkuru awwalan al-mantuqa bihi fi ash-shara'. Endi biz oldi bilan shariat ismini atab turib cheklagan shunda so'zlarni bayon qilamiz. Yani jaholatga chetiladigan so'zlarni. Wa ma yata'allaqu bihi min al-fiqh. Shu munosabatli fiqhiy ahkamlar ustida to'xtalamiz. Thumma nadhkuru ba'da zalika min al-maskuti anhu. Andan Qur'on va hadis tilganmagan, yani mantuq bihi degan shu oyat va hadis. Shu aniq tilgan. Maskut anhu degan oyat va hadis tilganmagan, to'xtalmagan. To'xtalmaganlardan ma shuhiral xilaf fihi bayna fuqaha al-amsari, Qur'on va hadis lafzida aniq to'xtalmagan bunda so'zlarni biz shuning mashhurlarini talash-tatish bak hamma tunilib ketgan mashhurlari ustida to'xtalamiz. G'ayr mashhurlar ustida to'xtalib o'tmaymiz. Liyakuna kal qanun fi nafs al-fiqh. Yani bu mantuqda va maskut anhuning mashhurlari to'xtalsak, mushu nima bo'ldi fiqhdagi bizning qoidamiz, klipimiz bo'ldi deydi. Boshqani maskut anhuning boshqa g'ayr mashhurlarni masalan, mush qilib qilsang, mush bo'yicha bir taraf qilib olsang bo'ldi. Biz hozir bunda bir o'lcham bekitib qo'ymoqchi deydi. Yani fi raddil furu' ila al-usul, yani qachon pirat masalalarni asli iltiz bo'lgan cho'ng masalalarga qaytirib qilib qisilish masalasida qonun bo'lsin, shunday o'lcham bo'lsin shunday. Fa ammal mantuq bihi fi ash-shar'i, and oyat va hadislarda aniq tilga ilingan g'arar so'zlar bo'lsa, shuni jumlasidan faminhu nahyuhu sallallohu alayhi vasallam an bay'i habalil habalati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam habala degan qo'saqdagi qo'za deydi. Qo'saqdagi qo'zining qo'zisini so'zlashdan to'sqan deydi. Bay' habalil habala. Bir tugi hozir. Tugining qo'sqida bir qo'zisi bor. Qo'sqinda dumba qilish nima? Buni so'zlashga mush qo'saqdagi mush qo'za tug'ilib, bo'tilaq qilib, keyin umandan qo'saq ko'tarib, u bo'tilaqlasa, shuning bo'tiliqini so'zlashgan gap. Bu shorpusdan degan. Suyuq qo'saqdagi balsini tasib ko'rsatmasmi? Durust emas. Ma'lum balsini deb. Ha, bu balisni. Ha, unda bo'lmadi. Biz hozir islom shariatida qo'saqdagi balni so'zlasam olmaydi dedik. Ha? Ma jahiliyatlar bu jahiliy bo'lgan ekan, kafir bo'lgan ekan bular. Shundan nadan ko'ngilqarlik ishini jiqilib, shu qo'saqdagi balni tug'ilib, u balning balisi bo'lsa, qo'zining qo'zisi bo'lsa, shu qo'zisidan manchi pulni so'zlashimiz deb so'zlashiga ashva ekan. Unda saran haq. Wa minha nahyuhu an bay' ma lam yukhlaq. To'ralmagan narsani satishdan to'sdi.
degan mushadis. Va an bay'i thimari hatta tuzhi, ya'ni mevlar rang tuzganga qadar deydi. Tuzhi degan rang tuzish. Rang chirdi deymiz-ku. Masalan, ba'zi mevlar sarg'iydi, ba'zi mevlar qizirdi, ba'zi mevlar oqirdi yoki qariydi. Qari uzun bo'lsa bo'lish kerak. Sal qarishga boshlashi mumkin. Yigidek bo'lgan chaqda. Ya qizirishga boshlashi mumkin. Urik bo'lsa sarg'iydi. Tuzhi degan bu ashunda rang tuzish deymiz. Tuzhi rang tuzgan qadar deymiz. Har xil meva har xil rang chirdi uni. Shu rang chigan chaqda elib yesi yigidek bo'ldi. Uzun bo'lsa chekildi. O'r bo'lsa sarg'iyib alg'urildi. Ham chirdamda. O'rsa chim ko'rsamasdan Üzüp satıdı, üzüp satıştı. Bağı şaktı. Adam ya da kararı vardı. Ya bu kosak boğdulup kalıp, koşkıdı barek bilindi mi? Erkek var mı, çişi var mı, çıkısı var mı, bisi var mı? Ne malum. Ya sak tuğam tuğmamdı, kulamaydı. Van bay'a thimari hatta tuzhi. Rang tuzgengi kadar, rang çigengi kadar. Yani şirin tam çırıp, iyigirek boğan kadar demekçi. Van bay'il mulamasati vel munabada. Mulamas degan bunda ishni o'rib boqmay sirtdan kiyimni yanında tuspaqlan elish. Tuspaqlan oldan gap. Bunda tuspaqlan tamam hesabda. Munabada degan birga masalan bir narsani shu oldiga pok tashlab qo'ysa yoki u pulni pok tashlab qo'ysa, shuni so'yib tutib qoldi. Buni bunda echib, kurab yoki aniq noqimiz bor. Yani bunun bir xil qarar bor. Namalluq. Nima bu? Aldığımı bir şimkesini taşlap koydumuz. Bu çoğun mu küçük mü rahatlıkanda bir tomu ya yalğız şimkesini okumayın mı? Aldığım pek bir haltını taşlap koydum. Ya ki ben binasını taşlap koydum. Lazım bu namalum. İnat süpetlerini okumayın mı? Muşanından toskan dedi. Mesela kim yarak başka her kandanım olsun. Bunda süpetlen onu elip içip kürep bakmayla sol dışıgan. Ladır bizde anda sodu bulmagan diken, bizim belki kalımsal ölmez diken, cahiliyette cahili olgan diken bunlar. Başka her xil sodunu kıygan. İslam bizde aşı sodunu kutkuzup koygan. Bunda saranlık kılmanlar, inik, hemmene kürep, aydan halat sodu kılmanlar da. Mesela diye bunda İslam size kırıklamayacak, koysa şurulan aldığan, başkalanmaydıgan aşınlardan. Ya, bunu tekrar düşündürdü toxtam. Munabada degan binasi oldiga tashlash orqali so'dilishi. Va an bay'al hasati, yana shig'il tashdek binasini etib so'dilishi g'ashva. Tashni ya amma so'g'an tovarning ustiga tashdimni tokka tashlab qo'ydi. Mesela shinkastunning ustiga qata chizig'liq bo'lsa, tashdimni tokkida tashlab men shuni oldim bo'ldi degan hisobda. Yoki tashdimni masalan ziminan maqsad olsak, men bu qancha jiraliq olsam shu qadar shunamni olamanmisa. Atalig'imchi atay shu tash tushganga shuni olam 40 metr olamdi, 100 metr olamdi, uning olsin deb so'rashgandek emas. Har xil shakllari bor buning. Lekin endi buning netis nimasi shu bir tashni qilib joyib atdi, atganidan keyin bu so'dib tutib qolgan. Bu tafsiloti har xil. Biraz o'xshab qoldi. Lekin men tash atdim, tovardan tutmay. Va minha nahyuhu anil muawama. Muawama degan amdin kelgan so'z. Yil bir qancha yillik deb so'zlashish degan bo'ldi. Am degandan muavama deb kelgan. Bir necha yillik so'zlashish. Masalan bir bog'ning mevasini 5 yillik mevasini sotib olay. U ko'tarilish sal boshqa, lekin mevasini 5 yillik sotdim. Ko'tarilish deganda bir tarafdan biz balkamda ya ijaraga tushirib baqsaq sal yiqilib qolishi mumkin. Ya bir qanday biznes chiqdi. Lekin ma'lum so'dida ashunda lafz bilan so'dishim. Mushu bag'dagi daraxtlarning mevasini 5 yillik mevasini ma'lum. Uyg'urlarga ko'tarilish degan gap inson qanday yiqroq kelib qolishi mumkin. Lekin ma'lum dalil emas. Ma'noda 5 yillik mevasini sotib oldim, manch pulga deydi. Yani bay'a sinin deb ataydi buni. Va an bay'atayn fi bay'a. Bir so'dida yani bir so'dini chetib ikki so'da qilish bundan to'sqan. Va an bay'an va shartin. Hem bir so'da qildi, hem bir shart qildi. Yani hadislarda cheklangan şekiller hamda. Va an bay'in va salafin. Yani bir so'da qildi, hem qazadi. Buni o'tganki darsda dedik-ku. Va an bay'is sumbili hatta yabyadda. Yani bashaq aqargan qadar setitish deydi. Aqargandan keyin satsa bo'ldi. Ko'chal urib olamsiz, yo tutsimdamsiz o'zingiz şey. Lekin aqargan qadar ko'k olti setivasa, bu kesal tegib hammasi yo'qolib ketamdi, chataq chiqadi. Ajmini rang tuzganga qadar setitishning shakli degan bilan o'xshash gapim. Ma ziraatninki. Wal inaba hatta yaswadda.
Esvet diye resmimde yigidek bo'lgan qadar demoqchi. Ya'ni chekilganga qadardan do'q. Yoki ham rang chirib bunda shirin tam kirganligini bildirgan bir rang kirgan gap. Uzumdan qariydi debdi. Qizil uzum sotgan bo'lsa kerak. Wa nahyu anil madamin wal malaqih. Yana ashuna qo'saqdagi turalmilni yoki spermlarni deydi. Spermlarni setish degan. Yani mushuning hammasi mushu bobda biz bahs qilgan masalalarda bir-biridan to'xtalmoqchi endi. Yani bunu ta'riflab tushundirdi. Wa amma bil mulamasati fa kanat suratuhu fil jahiliyyati ay yalmasa ar-rajulu ath-thawba wa la yanshuruhu mana. Bir kiyimni shunday sirtini tutdi ekan, lekin ichib boqmaydi ekan. Aw yabta'uhu laylan, yoki buni kechsi setib olgan qorong'uda. Kechligimiz qorong'uda. Kesilib chirog'i mushojir qilib bizning kerak musulmonda yo'q bo'lsa, chataq yo'q unda. Chirog'dan ko'giloldi. Hozir musulmonlar musharamda masalan. Misrda ko'pincha kiyimcha sodda chirog'da bo'ldi. Ha? Kechida. Yanshuruhu. Nashara degan unda ochdi, yaydi degan. Wala ya'lamu ma fihi. Uni ichligini bilmaydi. Lekin kunduzda olib qilib, kunduz sodiqlar shu qorong'u bir ambada yarasdi bijada nima qismi yana bo'lmaydi shu. Demak, mishada sutini aniq qilmagan holatda degan gapmish. وهذا مجمع على تحريمه من bu hem alimlar birdek haram deyotgan masala. وسبب تحريمه الجهل بالصفه. Sıfatını aniq bilmaydi buni. Bundan haram deb. Demak bu ixtilof yo'q. Ixtilof bo'lmaganidan shu mujmanlar ketaverdan gap. Ixtilof bo'lsa-dan Abu Hanifa yo'da, Shafi'i yo'da bunda deyil turibdi-ku. Mujmada bilan ish tugadi mana. Va amma bayal munabadati faka'an bo'lish kerak. فكأن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن يعين أن هذا بهذا. أن تشلوت فكأن ديوات مكسما. فكأن أن ينبذ اسمه طهور. فكان أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن يعين أن هذا بهذا. İki taraf bir-biriga ayna binasini tashlashi ekan. Kiyim bulamdoni o'zi tovar. Shundan tashlash bo'lgandan keyin aning tashlig'ini badal bo'ldi ekan. Shunda so'zlashgan bo'ldi ekan. Biri tashlig'ini qarshi taraf tashlaganining badal bo'ldi ekan. Lekin ma'noni tegishdim deb bunday deyishmaydi ekanda buningda. Yani tashlashdan so'zib tutib qoldi ekan. Balkanu yaj'aluna zalika raji'an ila al-ittifaq. Ma'lum demek yani burundan tatip buna so'zsinin bo'lgan ekan, shunda so'z bo'lgan ekan, bular shu kelishgandek bo'ldi ekan endi. Bunda tashlash bilan shuni bitirdi ekan. Bu xuddam hozir bayal taatiga o'xshaydi ekan. Bayal taatidimi? Gapsiz bo'lmaydi-ku. Sen gizset atqan bo'lib qolsa, bir ko'rib qo'yiblam, gizitimizni so'rib bilan o'qitamiz. Mana bir ko'rib gizit olgan bu debmi? Abdusaq bir ko'rib bo'lsa, bayatdan tasda yetibirda gapsiz bo'lmaydi degan ekan. وأما بيع الحصاة فكانت صورته عندهم أن يقول المشتري أي ثوب وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فولي. من مشتري قاس رحك إتقاسم شو من وصون دب أتذكين. مش بيع الحصاة ديلبته. وقيل أيضا إنهم كانوا يقولون إذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيع. من قلنا مشتري سلامة مسا صود بتكمل بلدو دب جتاشن صود تريكن دب. تك تاشن قاسم صود بتكمل. وهذا قمار yani bu qimar daiz kirdi demek. Yana bunu taşni bijak etib 50-60 metrga olsa, taşning atalig'inimcha shu ziminni so'dilishaydi deganda so'dilishim bor. Buning har xil turlari bo'lishi mumkin, lekin yana bir ikkisini deb qo'yibdi. Wa amma bay'u habalil habalati ففي تأويلان bunu ikki xil izohlash mumkin deydi. Ahaduma annaha kanat buyu'an yu'ajjilunaha ila an tuntija naqatu ma fi batniha thumma yuntija ma fi batniha. Bu so'dini endi keshib turgan so'd ekan. Bunda bir tugi bor, ya qo'yi bor. Buning qo'sqida qo'zisi bor ekan. Shu so'dlashib, mushu qo'saqdagi qo'za tug'ilib, undan keyin cho'ngilib, bumi qo'saq ko'tarib, qo'zini tug'sa, shu qo'zisini da so'dlash ekan. Lekin nesi so'd ekan bu? Yani 5-6 yildan keyin, 1 yildan keyin topshirib olgan ekan. Wal g'araru min jihati al-ajal fi hada bayyinun. Anmu nesi bo'ldi. Nesilik tarafda noma'lumlik mushadi ig'ir deydi. Aniq bor edi. U nechildan keyin tug'ilib, nechildan keyin tug'di bu. Tug'digan bir chaqliq bo'lamdi, ya qo'shqa bo'lamdi. U noma'lum qachon hamilda ulab masalan, u tug'di, u noma'lum. وقيل إنما هو بيع جنين الناقة. ما إشكنجة تأويل معه. يعني قصقتك قزسن ستش ديلبتو.
Lekin shu qo'saqdagi qo'zisini setish degan shu jalliq. Sahih Buxoriyda shu Ibn Umar va Nafi'dan kelgan tafsir shu. Ha, birisi deydi balasidan setishdi, birisi yo'q, balasining setishdi. Qo'saqdagi qo'zini setishdi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shuni tanlagan. Bundan shu Ibn Umarning qo'saqdagi qo'zini setishgan asad qarasa arablar qo'saq qo'zintasi bo'lsa qaramıyor. Ya, hozir qo'zisini setishni cheklayapti. Jahiliyatda saranglik qilib unda muomala qilgan. Bu deganlik, yo'q uning bir daraja yengillikligini halol degan bo'lmaydi. U mashkur. Endi uning qarta bir hadis kirib, naha an bay'al madamin deb cheklayapti. Va hada min babin nahyi an bay'al madamin wal malaqih. Mana mushmo ay qo'saqdagi balining savdosini qilish, setish, qo'saqdagi balini setish va aynda to'ralma, sperma mesela bunda narsalarni setishning jumlasidir. Chunki bu qo'saqdagi qo'za tug'ilib, ondan u qo'saq ko'tarib qo'zilsa degan gap, hozir shu qo'saqdagi balining savdosi bo'lgandek. Ya'ni uni ashining qo'saqdagi balining balisining savdosi bo'lganda, bu mu yani qo'saqdagi balini setish doirasi kirdi deydi bir tarafdan. Yani bayan madamin vel malaqih degan nima bo'ldi bo'lsa, al madamin degan xudan madmun deymiz-ku, ichidagi narsa. Madamin degan ko'plikka. Ya ma fi butunil hawamil, amil sog'liqning qo'sidagi qo'zilar debdi. Malaqih degan bo'lsa, ma fi zuhuril fuhul, erkak ayollarning shu jismidagi shu mani sperma narsalari. Qo'yni asli qo'zi holatga qarab normal, men qo'yni ko'p olib qolsa, qo'saq qo'zni asli basini ashirib tutsa buldu. Yani aşı hayvanını aşırıp satsa buldu. Lekin ma hayvanning bahsi manchip bol. Qo'saqdiki manchip bol deb ikki baha bekitib, qo'saqdiki ayrim baha bekitsa bo'lmaydi. Lekin ama yaqinda tug'ib qoldi ekan deb, qo'y ikki o'lab qoldik deb, unga o'stirib bahsini qimmatroq olsa bo'ldi. Balig'i manchip bol, anisi manchip bol desa, joiz. Lekin balig'i manchip bol desa, u balig'ining ma'lum bo'lgan ekan, g'arar bo'ldi. Endi mushu hozirgi madamin val malaqihning tafsiri bu İmam Malikning qilgan tafsiri. Lekin jumhurlicha ham aksi. O'rin almashtirsa madamin degan sperma va kaza narsa, malaqih degan qo'saqdagi qo'zadni. Cheklangan bo'lgan hisobda. Liqahqa qilgan bo'lgan. Durust emas. Bu aytdi unda So'dlatsa bo'lmaydi. Hadisda cheklangan emasmi? So'dlatsa bo'lmaydi. Hayvonni chaptirganda qarshi bo'lmaydi. Lekin chaptirib olgan ekanda bunda bir das yurak, bu binasi bir soat qo'ymaydi, bir rahmat aytib qo'ysa, bo'ldi. Hadiya shartlashib so'rlasa bo'lmaydi. Attaysil musta'ar degan gap shu. Spermaning o'zidan da durust bo'lmaydi degan gap chiqdi shunda. Yo'q, malaqih deganki o'sha cheklandi buni. Mafi zuhurul fuhul deganki shu mani sperma shunday narsalar cheklandi. Tuxumi masalan, فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على تحريمها. Juqurqlarning hammasi haromlikka ittifoq bo'lib ketgan jahiliyat so'zset qilibdir. Islom cheklayotgan buni. Shu talash tatish u bo'lganni qilmadi. Va hiya muharramatun min tilka al-awjuh allati zakarnaha. Biz yuqorida bayon qilib o'tgan jihatlardan ya uning puli aniq emas, ya tovarning soni aniq emas, yoki sifati aniq emas, bir xil noma'lumlik bo'lganlikdan harom qilinib ketgan. Wa amma bay'u thimari, mevlan setish kelsak, fa innahu thabata anhu sallallohu alayhi vasallam annahu naha an bay'iha hatta yabdu salahuha wa hatta tuzhi. Yani tuzhiya. Sabata degan muttafaqun alayhi desa, salahuha degan ashundan yeyishga bo'ldigan holatda pishqanga qadar setishni to'sgan edi. Hatto tuzi deganmi rang tuzab ta'mchirish degan. Azha yuzhi va yata'allaqu bidalika masailu mashhuratun nadhkuru minha nahnu uyunaha. Biz shu masalalarning mashhur masalalarning eng muhimlarini bayon qilamiz. Uyun degan nimasi? Muhimlari, ko'rinib turadigan yoki ko'zi deymiz-ku, biz narsaning ko'zi. Ko'zi desa, o'tsa demak. Eng o'tsa, eng muhimi degan ma'noda. Uyunul masail deb qo'shing. Ba'zi kitoblarning so'ng uyunul masail. Muhim masalalar. Nuqtaliq masalalar. وذلك أن بيع الثمار لا يخلو أن تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق. Meyve so'dasiga, meyve yartilib bo'lgandan keyin bo'lishi mumkin, yartilishdan ilgari bo'lishi mumkin, shunami? Summa idza khuliqat, yartilib bo'lgan ahvolda-chi, ya'ni ikki ehtimoldan jiroq emas.
la yakhlu an takuna ba'da as-sirami aw qablahu. Siram degan uzish. Uzishdan ilgari bo'lishi mumkin, keyin bo'lishi mumkin. Thumma idza kana qabla as-siram, uzishdan ilgari bo'lib qolsa, bu ikki ehtimoldan xoli emas. Fala yakhlu an takuna qabla an tuzhiya aw ba'da an tuzhiya. Hozir shaxta bu narsa, uzmudiqdir. O'ri bo'lishi mumkin yoki yigidek bo'lgan bo'lishi mumkin, tam chegan bo'lishi mumkin. Wa kullu wahidin min hadayn la yakhlu an yakuna bay'an mutlaqan aw bi shart at-tabqiyati aw bi shart al-qata'. Mushularning hammasi yani 6 xil ehtimol desak, qanday bo'ldi? Ya bay' mutlaq bo'ldi. Hech qanday bir shart qilmaylam, meni oldim, satdim deganda. Yoki men setib oldim meni, lekin men uzganga qadar bu shu daraxtda tuson, men ato'gina bir haftadan keyin kelib uzib olay deb shu shart bilan sodlashdi. Üzümni so'lashdi hozir. Taldiki, challidiki üzüm. So'lish bo'lgandan keyin bir haftadan keyin kelib adamakilab, sal yana bir pishqash tursin. Shu chaqda uzilib, jirib olib ketaman deb bunda so'dlishiga ashwa. Aw bi shartul qata yoki hozir uzulamsa, üzümni olala hozir bugun uzilib ketala deb bunda so'dlishwa. Amma qismul avval va huwa bay' asmar qabla an tuxlaqa, meva yaratilishdan burun unda talvosi masalamda bir ash meva bo'ldigan sapak tushadigan ashu nima unda bir notni chiqadi. Ashuni ma uzum bo'ldigan sapak deb belgiloldi tajriba kishilar. Mesela ashunda o'qmay taqtal amdi g'azan chiqarib biqinayotgan chaqda sapak yo o'rab degan narsa yo'q unda. Shu chaqda matalning uzumini manchiq bo'satma deb so'zlashmam. فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك يعني إجماع وادمشي لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق ومن باب بيع السنين والمعاومة يعني برنتجلنا مثلا satqandek bo'ladi yani bir taraf. Bundan bir oydan keyingi üzümni satqandek hozir. Yani bir tarafdan bu taqa Alloh taolo yaratmagan narsani satqandek. Yani bayan ma'dum demakchi. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع السنين بالنتيجة ميرسن ستشنادين وعن بيع المعاومة مش كسب جبنده نهى عن بيع السنين وعن بيع المعاومة يا من ده بطيمز يا من ده بطيمز وهي بيع المعاومة سك بكرك تورسكم وهي بيع الشجر أعواما وبوسون ده درخن ميرسنه بالنتيجة ستشتد إلا ما روي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما كانا يجيزان بيع الثمار سنين. Ve bunun da ittifak var. Bu yukarı aşağının setişine biz beysinin dairesi kirdiyordu. Yani beysinin ne desek bunu asasen ulemalı ispat. Lakin Ömer ibn Hattab bilen Abdullah ibn Zübeyir radıyallahu anhum'dan caiz yerinde karışlı geldi. Onun başka mesela caizemez deydi. Ve emma bey'uha ba'da sıram hem de mümine üzüp boğandan ki setiş olsa fela hilaf fi cevazi. Bu caizdir. Ve emma bey'uha ba'dan hulikat hem de meyve işgal bir nasi düştendi. G'urpi yoki unda kichik g'urisi mesela urikoz kichik g'urda kichik bir nuqta paydo bo'ldi. Uzum bo'lsa g'urab chiqdi. Sapaqning bir narsa bor. Istisno yo'qmaydi. To'ng uzumni biz g'urab deymiz. To'ngni g'ura deymiz. Yani bu bo'ldigan bir narsa yaratilib bo'ldi ama to'ng lekin. Fa'aktar ulama ala javoz zalika ala tafsil ladhi nadkuru. Yani buni ulamalar satsi bo'ladi deb qaraydi, lekin buning tafsiloti bor. Biz shuni bayon qilamiz deydi. İlla marwiyan Abi Salama ibn Abdurrahman. Faqat lamda Abu Salamadan kelgan ba'zi bir rivoyat bor ekan. İkrimeden mi ketto? Bu da tabiiler. Ebu Salama ibn Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu'nun oğlu Ebu Salama. İkrime bu mutabi'in. Bu iş gelinden rivayet ketto ennehu la yecuz illa ba'da sıram. Ya bunu üzgenninkin andın sesi buldu. Ondan ilgili sesi bulmaydı. Lekin cumhurulça bunda kesitlan bunda dememiz degan tefsiri taka ayırıp bayan kılmaz demek. Fayda qilma bi qawli jumhur tafsili bayon qilimizda bunday deblamada kesatmaymiz deganlar innahu yajuzu qabla siram jumhur buni uzishdan burunmi so'zlasi bo'ldi. Lekin uzishdan burun ahvol har xil bo'ldi buning. Fala yaqlu an takuna ba'da an tuzhiya aw qabla an tuzhiya. Bu anda chekilib ya rang tuzab shirin ta'am chegandin kim bo'lishi mumkin? Bunda yig'ilmaydigan chaqda bo'lishi mumkin. Vaqat qulna inna zalika la yaqlu ay yakuna bay'an mutlaqan. Demak mustoda hozir bay mutlaq bo'lishi mumkin. Shuni oldim deblam so'z yoki uzilish sharti bilan yoki shexida qo'yib qo'yish sharti bilan so'zlish mumkin. Shu ehtimal bor. Fa amma bay'uha qabla az-zuhuwi bi shart al-qat'i hamda ta'am kirmabdi buningga. To'ng o'ri ekan. Yani yeyilsa yig'ilmaydigan.
lekin uzib olasanmisa deb shartlashsa endi taqa sapoq shundan qilib o'rab pishdi uzum yoki urikka bir g'o'ri paydo bo'ldi lekin yeysa egilolmaydigan bir to'ng holatda yoki yong'oq bo'lsa yong'oqni to'ng binasi paydo bo'ldi egilolmaydi omadmi shunday bo'lishi mumkin omadni to'ng holatda egilolmaydigan olma shunasi shuni ham meva bor lekin egilolmaydigan saqlab tursa pishadi buni ham so'lishib qolsa hozir uzib olsam mayli deb so'ralasa fala xilafa fi joiz bu joiz shunga bu noma'lum yo'q u yemisin balki unda achasi isilishi mumkin ya murabbo yasishi mumkin bir narsa ishlatishi mumkin masalan darhol uzib olsa oshnasining ma'nosi aniq biznasi bo'ldimdi bo'lmasa uni chiqqanda pishgan qadar bu turamdi yoki har yeb ketamdi uni yo sachqa yeb ketamdi noma'lum yo pishmamdi faqat qo'rilib tuyni qo'rilib qolgan deymizku joiz deydi uzib olsang joiz illa marwiya an savri وابن أبي ليلى من منع ذلك وهي رواية ضعيفة مشهورة عند برواية بولا بس رواية كغمويا أسر رواية كغمويا أذن قرشنا دمو شكرا من دابر قراش كبتو بو بق أزوغا مكان الجمهور جائزة ميلة وأما بيعها قبل الزهو بشرط تبقيته أنه ده كون عالتا أذر يقلون ميدون لكن شخطة تتوسن بو هذا صوت شيئا شخطة ترب شواسون kim zulama desen fela hilafe fi ennehu la yecuz caiz emezsin. Caiz emezsin de ittifakdır. Sadaştaç yok. İlla ma zekerahu lakhmi min cevadihi. Fakat lamam de Maliki mezhebimden bu lakhmi diyen alim. Bu alim bir kadınla tanıştık var. Maliki mezhebteki çok alimlerin birisi. Bu caiz depikti. Tahricen alel mezheb. Tahricen diyen ne oldu? Maksadı tahricen diyenin ne çıkılmak ki? Tahric diyen bu fıkhi istilah. Mesela ma meselede Maliki mezhep bunda etti. Endi Maliki mezhep gap bakmagan bir mesele var. Manın o'xshashi. Buni anın qiyas qilib turib, mushunga o'xshab qolgan ekan, Maliki mezhep bunun bunda deyish kerak deb bunda qiyas qilsak bu tahrij bo'ldi. Asli bir hadis olsa, ya oyat olsa, shu oyatda aniqlangan bir hukmga boshqa oyat gapirmagan bir masalani qiyas qilsak, bu qiyas bo'ldi. Endi biz oyatga ya hadisga bunda qiyas qilmaymiz. İmam Malikning ma'lum bir narsada o'zi ishtiroq qilib yakunlagan hukmi bor. Shu hukm qilib, "Ma'o, manda bir masala ekan, buni manda" debdi. Shuningga qaraganda bizning imomimiz ma'masilmi bunda deyish kerak deb imom demagan narsaga faraz qilib degandek nimani tahrij deymiz. Tahrijan ala deb qo'yishim. Ya tahrijan ala masalat kadar. Mana mazhabninki boshqa masalalarda degan manda chiqqan hukmlarga qaraganda ma masalada joiz bo'lish kerak bu debdi. Rahmi. Ve amma bey'uha qabla az-zuhuv mutlaqan. Anda o yigidek bo'lmagan to'ng chaqda mutlaq so'z. Mushu nuvesda olima deblar. Bir şartı tabqiya, bir şartı qatı degan gap yo'q. Uni tilga olmaylan, satamsa, satma. Mana tilga olaymiz sizlar. Bunda so'zlish. Uzib olama, ya shaqi tuttusining gapini tilga olmadi. Faxtalafa fi zalika fuqaha al-amsar, fajumhuruhum ala annahu la yajuz. Jaiz emas. Malikun bu jumhur kimlar? Malikun va Shafi'i va Ahmad va Ishaq va Layth va Thawri va g'ayruhum. Wa qala Abu Hanifa yalg'iz qilibdi shart. يجوز ذلك إلا أنه يلزم المشتري عنده فيه القطع يعني أنه يلزم المشتري عنده فيه القطع İmam Abu Hanife bunu caiz yaptı. Lekin mutlak so'l qilgan ekan, festivalma ya shahdu qo'yib qo'yma demay so'llashgan ekan, sen darhol uzib olsa, kesib olsin shuni. Mevini uzib olsa, deb ketsa. Bir qo'yib qo'ysan, keyin quchqa chekib ketamdi, arib ketamdi, saq meva chiqamdi, noma'lum. Ziyorat turib, lekin setib odam uzilish kerak. Uzilish kerak. Va yana jumhurning degan yerga borgan o'xshash. Ya'ni natija o'xshash yo'lda hozir. La min jihati ma huwa bay'u ma lam yarahu. Bu ko'rmagan narsaning so'dilish jihatdan emas bu. Bal min jihat annadagi shartun indahu fi bay'i samar ala ma sayati. Yani İmam Abu Hanifa'ning o'zida bu muvini ashunda hech qanday shartsiz so'ralsa darhol uzilishing kerak degan bir shart bor ekan. Endi bir qoida bor ekan. Shu qoida bo'yicha degan gap deydim. Bu majhul deganlikdan emas deydim. أما دليل الجمهور على منع بيعها مطلقا قبل الزهو فالحديث الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. Bu متفق عليه hadis. نهى البائع والمشتري. Satq şunu أو şunu to'sdi. İkili tarafni to'sdi demek. فعلم أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية. Bundan pishqandan keyin ya ta'm kirgandan keyingi ahvol ta'm kirishdan burungi ahvol ikkisi o'xshamagan bo'ldi. Ikkisining farqi bo'ldi. Hukmi o'xshash emas degan gap deydi.
Ve enne hâden nahye yetenâul bey'al mutlaqa bi şerti tabqiye. Şehidi kapqasın da soğudlaşqanımı mu şu öz içige ketidi o. Sen şehidi tuttusun da qabla budu salah setvasamı en şeklinde depti. ولما ظهر الجمهور أن المعنى في هذا خوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالبا. Hem de cumhur da qarab mümkün de şeklengen şu. Ise aşu meyvegi kildigan afetlerden ensireshten kelip chiqqan ish bu. Köpünce ahvalda şu afet tegib qalsa, o şart qo'yib qo'ysa qanday bo'ldi? Keyin meyvege erişemaymiz. Galiban qablan tuz yani. Rang tuzab mesela ta'm chirishi ilgari ashuna qo'yib qo'ysak, balkim bir kurtdagi ya bir kesal tagida shamol tushirib yo bo'ron chiqib shu dunyo solab bu mevega erishmay qolishi mumkin. Shu tarafdan insirash bo'lganlikdan cheklangan deydi. Li qawlihi sallallohu alayhi vasallam fi hadith Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ba'da nahi an bay' samarati qabla az-zuhuwi. Shunda so'dlishni cheklagandan keyin Anas ibn Malikning hadisida Rasululloh bunda degan: "Ara'ayta in mana Allahu samarata Kabima ya'khudhu ahadukum mal akhihi." Aytqina Alloh taolo mevini bermay qolsangiz, ya bo'ron tushib ketdi, ya qurutda, ya qushqa chep ketdimiz, ya apatdagida. Shu meva bo'lmay qolsa, qarindishining melini nimaga asosan oladi? Nima shu qabla zuhu setishdan cheklashdan emasmi? Bu cheklash hozir bir ensirashni ifoda etadi. Yani keyinchi afat tegib, meva bo'lmay qilish xavfi bor emas. Endi cumhur munda bir ensirash bağğanlıqda munda cheklangan deb qarag'achqa lam yahmilul ulama an-nahy fi hada ala al-itlaq. Ulamalar mushu naha andaya samara qabla budu salaha degan mush cheklamani mutlaq deb tushunmadi deydi. Yani an-nahy anil bay'i qabla al-izha, yani yigidek bo'lashdan ta'mchirishi ilgari satsang bo'lmaydi degan gap chiqmaydi buningda. Mutlaq emas deb tushunibdi. Bal ra'a anna ma'na an-nahy huwa bay'uhu bi shart at-tabqiyati ila al-izha. Yani bunun ma'nosi aş ta'm kirganga qadar yigidek bo'lganga qadar shehida tuttuson deb so'dilishdan to'sash ma'qul. Fa ajazu bay'aha qabla al-izha bi shart al-qata. Davanikin to'ng'alida uzvasan so'dlasak bo'ladi debdi. Vaqtalafu idza warada al-bay' mutlaqan. Mutlaq so'd qilgan bo'lsa, uzvolima ya shehida qasini yemni qilmay. Oliman sataman deb so'd qilgan bo'lsa, fi hadhihi al-hal hal yuhmalu al-qat'i wa huwa al-jaiz. Endi ashunda so'dlasa bu oliman degan bo'lamdi bu. So'da shu uzilish qilib tutgan bo'lamdi yoki biz cheklagan shehida qo'yib qo'yish qilib tutgan bo'lamdi. Taman hamalal itlaqa ala tabqiya ya bu shehida qo'yib qo'yish ham uzvaz qanday qiladi, nim foydalanadi undan. Ya'ni qo'yib qo'yma, lekin hozir setolay degan gap bu deb qarasa yoki shu hadisning umumi qabla budu salah setishni to'sdi degan hadisning umumi mushuni o'z ichiga oladi. Bu to'ng'ir bo'lganidan qabla budu salah bu bo'lmaydi deb qarasa joiz emas dedi. Va man hamalahu ala al-qat'i ya uzulib ketaman degan bo'ldi bu olaydigina o'rni uzulib ketaman degan bo'ldi desa joizdir, uzvasi joiz. Val mashhur an Malik anna al-itlaq mahmulun ala at-tabqiya. İmam Malik'ten kelgan mashhur qarashda uzvolima ya shehidi qo'yma deganga qilmay turib oldim deb olsa bu shehidi qo'yib qo'yman degan bo'ldi. Chunki uzib o'tkaz foydalanmaydi deydi. Vaqat qila anhu al-qawl al-ghayr al-mashhur debakcha innahu mahmulun ala al-qatta. Ya uzvolaman degan bo'ldi debdi. Va amma al-kufiyuna fa hujjatun fi bay' ath-thimar mutlaqan. Kufiyun yani İmam Abu Hanifa va uning shogirdlari va boshqa Kufa olimlari yoki Hanafi mazhabini ko'z tutgan bo'lsa mumkin. Mutlaq bunda so'rlashsa g'uri ta'mchimigan to'ngmuyini nimaganta bo'lar? Joiz bo'ldi, lekin uzilish sharti bor. Uzilib o'tkazsan deb tura olamiz deydi. Bunun dalili ekan, bunu hadisda aytibdi. Hadis ibn Umar radhiyallohu anhu as-sabit anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala man ba'a nakhlan qad ubbirat. Qad ubbirat degan changlashtirilgan. Qomini bag'van changlashtirilgan bir ish bor. U o'zlikini changlashib qolmaydi o'xshaydi. Ya'ni luqqa had demakchi, ubbirat degan. Changlashtirilgan, yani mevesi bo'ldigan, mevesi bo'lishdan anda changlashtirilgan bir qo'mi darxini setib qolsa, uning mevesi sotqichining bo'ladi. Illa an yashtariyataha al-mubta. Faqat mana setib oluvchi yo'q, shu mevesining billa birisa deb shart qilsa, shuning bo'ldi, bo'lmasa mevesi sotqichining bo'ldi. Darxi setib oluvchining bo'ldi deb chiqgan. Qalu falamma jaza an yashtaritahu al-mubta'u jaza bay'uhu mufradan. Az daraxtning mevasini qetib bersa deb shart qilish joiz bo'ldimi? Ha. Mevasini mana bersa deb mevasini qetib so'dlashish joiz bo'ldimi? Bo'ldi.
Unda olan ekan, yolg'iz satsa bo'ldi. Daraxtni sotib olgandan so'ng mevasini sotib. Yo'q, daraxtni buddagi shiltayda sotilishi mumkin. Mevasi yo'q daraxtni sotib oldingizmi? Lekin mevasi taqqan nima qilmadi? Changlashib turibdi. Changlashib turgan ekan, bunda to'ngni o'rab tushdimi? Shu chog'da sodlashib, mevasi menga bo'ldi, daraxtni olay. Mevasi menga bo'ldi desa, mevasi shu sotib oluvchi bo'ldi ekan. Unda olan ekan, cho'qim bu sotib oluvchining bergan pulining bir qismi g'urga hisoblangan bo'lishi kerak demoqchi. Undani qetib sotqili bo'lgan narsa bo'lsa, ayrim sotqili bo'ldi deb. Wa hamalul hadith al-warida bin-nahy an bay' istimar qabla an tuziha 'ala an-nadb. Yuqori hadisni, Ibn Umarning hadisini bu mustahab, mandub deb tushunibdi. واحتجوا لذلك بما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس يعني من أجساه سلاسة دينك جددين قطع الناس الثمار دينك والله شو من أجن شغدا وحضر تقاضيهم ديgan bir-biridan qaz faz erish bilishlarni süreydigan vaqt kelsa shu undan hech kimning qo'lida jadda degan qata degan bo'ldi. Jadda yoki jadda sizga o'xshash. Qata degan bo'ldi. Yoki saramas. Meyu uzdigan chaq avanul judad yoki judad. Shu o'slargan chaqda undan bir-birida erish bilishlar bo'lsa, suylab yo qaz faz adaqliq vaqti shu vaqt kelsa dedim. قال المبتاع ستواغش ديكن أصاب الثمرة الدمان أشين دلغوز يتوما أشان تونغورني ستواغ آدم ديكن مندا قرسا كسل تجيب ميو أكشمغان سوزيك ميو سنان بديكن غدراب أصاب الثمرة يعني ميوجا مندا كسل تجيب ماشي الدمان أصابه ما أضره يا توتاما أصاب الثمرة الدمان Zaman şu zamanlar duman o'zgartirmadi. Dal o'zgartirdi. Yani zaman desakmi, meni to'g'ri chiqib qoldi. Yani meva bu zamonning o'tishi bilan, zamonda bo'lgan aqli ofatlar sababidan musibat uchrab qoldi. Zamonning musibatlarga uchrab qoldi degan menda lekin ma duman degan to'g'risi duman. Chunki bu hadis, hadisning lafzi. Hadisning lafzida shu asl manbasiga qaytsak duman Duman degan sapak masalan, g'uruldigan narsa, unda chiqqan narsa, unda pulishib sesib ketish. Ay g'uruldigan, melishgan narsa yeri pulishib sesib ketish sesibi ekan. Demak, yani o'simliklarga apatikidan. Yani bunda kisal tegibdi. Asabahu ma adarra bihi. Yani ma har xil gapni unda bir-biriga ulab naql qiladi. Voy bunda bo'ldi. Asabahu ma adarra bihi Kuşamun ve muradun. Onaga ziyallık bunda kuşam, murad diyendek müştunda keselli tegipti. Duman diyendek keselli tegipti. Uğulapti, buğulapti, saçka yep gitipti, kuşka yep gitipti, her yep gitipti deb bunda gapini qildi. Li'ahatin yadkuruna. Demak, yaxshi, nima tekkan bo'lsa shu nimaga? Qo'y, menda kesel tegipti deb shuni ismini atab turib, ma'no ko'rsatdi. Bunun yıldamdek o'simlik ya o'sha mevliga sigirgan keselini deb biqolmaysan? İşte deymiz. Ürük kurulab ketdi. Tegibdi. Shukday deymizsan. Ya üzüm piriqlab qopdi deymiz. Üzüm chiqqancha suv qo'ysa piriqlab qoladi, ha? Demak, shunda nimani bormi? Yani mevaning sutini chiritilgan, azaytitilgan, boshini to'ltitilgan, bunda kasallik har xil ahvol. Degan endi ofatlar, kasalliklar. Falamma kasurat husumatuhum inda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurida bunning talashtash jizallari baklam ko'payib ketgandan keyin qala kal mashurati yushiru biha alayhim ular maslahagan tariqada bunda dedi. La tabi'u samara hatta yabdu salahuha. Bu mevani obdan bir pishqanligi ma'lum bo'lgan qadar mevani sotmanglar dedi. Demak, ma'u mana maslahat tariqada buniki mundara qilinglar buni. Asasan bo'ldi, lekin bashag'ir kelib chiqdi ekan bunda qilgan bo'lsanda mustahab, istihbab tariqasida deganda demakchi. وربما قالوا إن المعنى الذي دل عليه الحديث في قوله حتى يبدو صلاحه وظهور الثمرة. حتى يبدو صلاحه degan hadisdan chiqadigan ma'no shu meva hatta yabdu samara demakchi deydi mana. Salahu emas, hatta yabdu samara degan ma'noni chiqarmadi.
Yani meva paydo bo'lgan qadar, ko'z ko'ringan qadar degan ma'no chiqdi. Buning dalili nima esa? Qavli sallasam, araytan man Allohu samara fabima yaqdu ahadukum mal akhihim. Allah Taala mevani bermay to'sab qo'ysa degani, meva chiqishdan burun degan gapda. Bo'lmasa u meva bor, meva to'sab qolgan yo'q. U meva yaxshi pishmay qoldi, yo'q furtdagi degan bo'ldi. Lekin bu mevani to'sab qo'yish degan meva faqat bermasa degan. Undanki ava meva paydo bo'lishda degan bo'ldi deb taqdim. وقد كان يجب على من قال من الكوفيين بهذا القول كوفرliklardan yani في mazhabdan yoki Abu Hanifadan boshqa ko'firliklar mushunda qaraydigan bo'lsa, valam yakun ra'y Abu Hanifa. Abu Hanifa qaramaydigan, lekin menda qaraydigan bo'lsa, ya'ni Abu Hanifadek zuaslan bo'ldi deb menda qaramaydigan bo'lsa, qanday qilish kerak ekan? Fi anna min darurat ba'thmar al-qatman. Abu Hanifa ay to'ng'orni yig'ilmaydigan o'rni satgan taqdir gachi zuaslan bo'ldi deganda. Abu Hanifadek zuaslan bo'ldi demay, satsi bo'ldi deydigan ko'firliklar bo'lib qolsa, aslida qanday qilish kerak? En mujiza bay'at samara qabla buduvi salahiha ala sharti tabqiya. O to'ng'orni shehida qolsin deb shartlashib satsi bo'ladi deyish kerak aslida. Lekin ular unda demadi. Ya'ni bu zidishni qildi demak, tanqiladi. Rahmatulloh. فالجمهور يحملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الإزهاء على الخصوص. Demek ko'pchilik olimlar shart bilan meva setishning joizligini, yani to'ng'orini shart bilan setishning joizligini xas deb qaraydi ekan. Ya'ni idza bi'a as-samaru ma'las. Ya'ni bu degani xas ahvolda joiz, boshqa joiz emas. U xas ahvol nima? Daraxt bilan birga qo'shib setayotgan ahvol. Bu xuddi bir g'azanadek daraxtning bir notisdak hisoblaymiz, shuni tavolab ketadi, lekin alayda uni so'zlashga yo'q demak ekan. Va amma shira samara mutlaqan ba'da zuhuvi fala khilafa fi. Hamda ta'mchirab yigidek bo'lgandan keyin mevani mutlaq setib qolsa, bi shart tabqiya bi shartil qatl demay mutlaq so'zlashib qolsa, unda ixtilof yo'q. Yani joiz demakchi, ha? Wal itlaq fi 'inda jumhur fuqaha al-amsar yaqtadi tabqiya. Endi itlaqni qolsa bu shaxs tutsin degan bo'lamdi, uzvolay degan bo'lamdi desa, yo'q bu shaxs tutsin degan bo'ldi. Taxarar, obdaroq qilib, mayog'lab qilish uchun tutsin degan bo'ldi. Bidalil qavlihi sallallohu alayhi vasallam, "Arayta in mana Alloh samarana." Rasululloh nima degan? Mushi bizning dalilimiz. Bu qanday dalil bo'laydi desa, "Va vajud dalil minhu anna al-jawaiha inma tatra'u fil akthar ala al-thimar qabla budu' as-salah." U balayafat degan ta'mchirib, yigidek bo'lishdan ilgari buludu balayafat. Qurtlaydigan, kesaltigadigan ishlar burun buludu. Amma ba'd budu salahi ko'pincha ahvolda demak. Endi yigidek bo'lgandan keyin cho'zi fala tazaru illa qilib baklam qisman ahvollar bo'ldi. Ko'pincha unda bo'lmaydi. Walau lam yajib fil bay'i bi shart at-tabqiyati, endi qabqasun degan shart bilan endi so'z joiz bo'lmaydigan bo'lsa, lam yakun hunaka ja'iha tatawaqqa. Walau lam yajib fil mabi'i bi shart at-tabqiya, lam yakun hunaka ja'iha tatawaqqa. Yana shu shart qo'yib qo'yash bi shart at-tabqiya nima bo'ladi? Hatta qilib qoldi degan mushartni yo'q desak, uzoldi desak, o'chada uzib olgan narsaga nima tushmaydi? Afat tushmaydi. Afat tushmaydi. Unda olgandiki, buni mushtabqiya degan shartni bor deymiz demak. Bor deymiz. Ya'ni u ortiqcha bir quruq gap bo'lib qoldi. U uzib bo'lgandan keyin qilgan shart bakari. Walau lam yajib fil mabi'i bi shart at-tabqiya. Ya mutlaq so'zlashib qolsa, bu yerlar insof tutsin deganlik bo'ldi. Tabqiya degan shart ma'qul demakchi-ku? Ya. Shu Maliki mazhabda tabqiya degan gap ba'ulida. Unda olmay qolsa, tabqiyani ba'd demasak, shart bilan demasak, buni u tabqiya demasak, u men masalan bir narsani o'rnini uzib oldi desak, uchadista afat tushunib olmaydi. فأما الحنفية فلا يجوز عندهم بيع الثمر بشرط التبقية. يعني في مذهبته شخص خبطاسون ده صدلسا بمالكين. والإطلاق عندهم كما قلنا محمول على القطع. عند شخص خاصون يزولay demay gap qilmay so'zlashib qolsa, üzülüş şartı bilan so'zlashgan bo'ldi ekan. Bu xilaf mafhumul hadis. Hadisning mafhumida unda hukm chiqmaydi. Hatta yabdu salahuha degandan-chi. Yani şirkte koyup koysam mayli degandek bir gap chiqadi demek ekan. Ve hujjatuhum, yani bu mazhabın dalili enne nefse bey'i şey'i yaqtadi taslimahu. Bir narsaning setish degan uni topshirib berishni taqozo qiladi. Bo'lmasa va illa lahiqahul gharar. Topshirib bermasa noma'lum qachon qo'lga topshirib oladi uni. 10 kundan keyin
5 gündən kim o saq tapşırıq alandı, kim o namalımlıq qılıb qıldı. وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ تُبَاعَ الْأَعْيَانُ إِلَى أَجَلٍ. الْأَعْيَان din maqsadı nima şada? Aşın bir banasında mesela keyin el olmaya adab eleştirmekçi. Keyin mesela 15 gündən keyin el olmaya mesela urna urna. Bu adetke nasıl mı ya mühim mi? Al-A'yan. Mühiminin gibi mesela. Adetki nasıl? وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ تُبَاعَ الْأَعْيَانُ إِلَى أَجَلٍ. Yani o adetki tavarla nesiset bulunmaydı dedi. Buldu o. Belki ila acelin mechul değişim kim? Yani adet tavar nasıl? El-A'yan diyen mesela şunda kiyim kiçek erkin nasıl? Mechul bir vakta dişip namalım var vakt toktap çoğulası bulmaydı dedi. Vel cumhur ala anne beyatılar müstesna min beyl a'yan ila acel. Adet tavarlarına nesi setiş meselesi vardır dedi. Lakin mavo mühün setiş muşu tavarlarını nesi setişten müstesna demek için. Likavne tamar leyse yumkin en yeybese kulluhu duf'aten. Yani def'aten. Nime ise bu mühülenin hemmesi bırakılan bunda kurup bulanmaydı. Yani bunun bir xil nesidin ibaret demek çok şey. Lakin nesid setişten müstesna kılıngan, meyli deyitilgen. فالكوفيون خالفوا الجمهور في بيع الثمار في موضعين. Ondan ki hazır Kufiyunlar yani fi mezhepkiler cumhur olan şikayede ıslabışıp kalın buldu. Ahadihima fi cevaz bey'iha qabla an tuzhi tanşirisi ilgiri sası buludu bulmaydı diyen meselede bu andal itlaq üzülüş koyup koymanın yiyim kımmaydan soruluşta. والثاني في منع تبقيتها بالشرط بعد الإزهاء أو بمطلق العقد. İkincisi tanşir koyandın ki lekin şeyhdi koyup koysa bunu hazır üzolmayma dep bundan kız bulmaydı denen demez. Ya şu sol sıtkı İslam bu şeyhde kap kaldı diyen bulmaydı o. Üzülüşün gerek dedi. Cumhur koyup koysa buldu ya mutlak ne koysa koyup koyman diyen buldu dedi. Ve khilafhum fil mawdi' al-awwal aqwa min khilafihim fil mawdi' al-thani. Birinci meselede onun ihtilafı xil kuchliqdir. Yani onun delili ikinci mesele qaraganda sal kuchliqroq. Yani bir mezhebning. Yani fi şartil qata. To'ng chaqda to'ng mevini so'dlasang bo'ldi. Lekin gachi uz bo'lsa, deganda ma'noda kuchliq deydi. Va in uzhiya. Yani tamchisimiş qilib uz bo'lsa dengap shu kuchliq. Va innama kana khilafuhum fil mawdal awwal aqrab. Yani nima uchun endi birinci meselede onun talaştaşını sel delilye yaqinroq, yani jalliqroq bo'ldi desek, لأنه من باب الجمع بين حديثي ابن عمر المتقدمين. ابن عمر'ın ilgirki şikayetini cem qilishdan ibaret dedi. Birincisi نهى أن يباع ثمرة قبل بدو صلاحها dediğo, قبل أن يبدو صلاحها. O bir ma. İkinci hadis qasi ibn Umar'dan. باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع. Şikayetini cemledi. Men ba'a naqlan qad ubirat yan madisni jamlab chanda yani demak bu shikayatga tayinib degan gap ma o dalili xili jallaqmish yana dalga aydan marviyun an Umar ibn al-Khattab va ibn Zubayr radhiyallohu anhum yana taqa oshqarash Umar ibn al-Khattab bilan ibn Zubayr radhiyallohu anhulardan rivoyat qilingan yani ara sahaba aqval sahabın babında demek ki. Çünkü ikinci meseleki karşı o aciz demek. Eyvallah. Allahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.